Assalomu alaykum. Agar siz targetolog bo'lsangiz yoki aynan Facebookda reklama beruvchi bo'ladigan mutaxassis bo'ladigan bo'lsangiz, bu videoni, bu instruksion darsni ko'rishingiz shart. Nega? Chunki hozirda Facebookda juda ko'p yangilanishlar ketyapti, juda ko'p update ketyapti, ya'ni yangilanish tushunmay qoladigan joylar bo'lishi mumkin yoki deylik ma'lum bir tavsiyanomalar yoqib qolishi evaziga sizga kerak emas bo'lgan auditoriyalarni kelishi natijasida lidlaringiz sifatsiz bo'lib ketishiga sabab bo'luvchi bir qancha omillarni ko'rib o'tishimiz mumkin bo'ladi va shu uchun ushbu darsni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman. Ya'ni qisqa bo'ladi, 5-6 minut bo'ladi maksimum. Va bugun ushbu darsda bir qancha yangilanishlar, ya'ni mana shu dashbordda ko'rib turganimiz bu bizda dashbord deyiladi, umumiy reklama kabineti va undagi yangilanishlar, nima o'zgarishlar bo'ldi, undan tashqari reklama kompaniyalari ichida qanaqa o'zgarishlar bo'lgan, aynan hozirgi algoritm bo'yicha qanaqa ketma-ketlikda reklama yoqqan yaxshi, qanaqa kompaniya strukturasini ishlatgan yaxshi va bir qator yo'nalishlar bo'yicha maxsus bilimlarga ega bo'lasiz. Agar tayyor bo'lsangiz, darsni boshlaymiz. Umumiy oynadan ko'radigan bo'lsak, bizda mana bu score degan, ya'ni bu imkoniyatlar nimasi? Imkoniyati, to есть opportunity score degani bu o'sha imkoniyatlarni balli, qaysidir ma'noda kompaniyalarimizni qaysidir ma'noda balli. Misol, deylik bizni qilgan kompaniyalarimiz rekomendatsiya bo'yicha AI sun'iy intellekt asosida sozlanadigan bo'lsa, bunda mana shu ball yuqoriroq bo'ladi. Ya'ni bu Metani o'zini nimasiga, deylik o'zini baholash tizimi bo'yicha yaxshiroq kompaniya deb ko'rilishi mumkin. Bunda masalan o'zini ishlatadigan joyi bor, ishlamaydigan joyi bor. Bu ya'ni bu funksiya bizni kompaniya sozlashimizdan kelib chiqqan holatda o'zi baholab boradi. Bunga bu darajada e'tibor bermayman shaxsan o'zim, lekin bu aynan o'tgan yil va mana shu yil oraliqdagi oxirgi bir yilda bo'lgan yangiliklardan bittasi. Keyingisi, mana bu Meta Business Assistant. E'tibor beradigan bo'lsak, mana bu o'ng tarafda deylik bizga to'liq kompaniyamizni deylik nima qilib beradigan, analiz qilib beradigan sun'iy intellekt business assistent degani bu yordamchi degani. Ya'ni mana shu kompaniyalar umumiy dashbord bo'yicha nima savol bo'ladigan bo'lsa, masalan mana business ask Meta AI degani bu Meta business nimadan so'ra, Meta AI dan so'ra sun'iy intellekt yordamchi. Ya'ni o'sha kabinet bo'yicha nima savollar bo'ladigan bo'lsa, analiz qilish kerakmi yoki mana shu funksiyani tushunmay qolamizmi yoki deylik masalan biror qanaqadir bu dashbord bo'yicha nimadir savollarimiz bo'ladigan bo'lsa, mana shundan foydalansak bo'ladi. Ya'ni masalan mana bu kompaniyani tanladikda va uje mana can you price this campaign deydigan bo'lsak, misol uchun detail deydigan bo'lsak, sen bu kompaniyani, ya'ni mana bu kompaniyani detalliroq optimizatsiya to есть analiz qilib bera olasan. Bu optimizatsiya qilmaydi, reklama yoqmaydi, lekin aynan savollarga javob beradi. Xuddi ChatGPT yoki Gemini'ga o'xshagan bitta funksiya bo'ladi. Misol uchun nimadir savollar bo'ladigan bo'lsa, rasmlar bilan birga bundan so'rashimiz mumkin bo'ladi. Shaxsan o'zim foydalanyapman. Ya'ni kompaniya samaradorligi, nima qilsam yaxshi, nima qilsam yomon va hokazo shunaqa tavsiyalarni berib boradi. Xo'p, yana nima tavsiyalar bo'ldi? Mana bu yerda bosadigan bo'lsak, overviewda bitta nima chiquvdi. Xo'p. Tak, bu yoqda bu nimada chiqmabdi, akkauntda chiqmabdi. Ya'ni nimada hozir topib beraman. Mana bu yerda bor edi. Mana get help from a Meta Pro. Ya'ni mana shu akkauntda bu misol uchun mana ma'lumotlarimizni kiritishimiz asosida misol uchun bizga nima qilib beradi? Deylik kod belgilab beradi. Aynan Meta Pro kompaniyasi jamoasi bilan birgalikda. Ya'ni bu degani biz o'sha shu akkauntimiz bo'yicha, umuman Facebook bo'yicha Meta Pro teamdan yordam olishimiz mumkin bo'ladi. Aynan telefonda kim agar rus tilini bilsa yoki ingliz tilini biladigan bo'lsa, bular bilan doimiy gaplashib, nimani yaxshilash kerak, ko'pchilik hozir foyda olyapti. Mana shundan ham gaplashsa bo'ladi. Agar blog bo'lib qolgan bo'lsa yoki boshqa bo'lib qolgan bo'lsa, mana vaqtlar orqali kiritib, deylik o'sha vaqtda ular bilan masalan kol belgilab telefon orqali gaplashsa bo'ladi. Kelishdiga ba'zilarda chiqqan, ba'zilarda chiqmagan, ko'proq byudjet sarflaydigan akkauntlarda bu chiqqan nima hisoblanadi? Facebook Meta Support hisoblanadi. Xo'p, undan tashqari bir qancha bu yoqda yangilanishlar ham bo'lgan. Tak, endi hozir ayni bu yerda men ko'rmadim. Okey, davom etamiz. Endi asosiy yangilanishlar mana bu kompaniya miqyosida sodir bo'lgan. Xo'p, endi qaranglar.
Mana bu yerda misol uchun CBO turibdi, to'g'rimi? Mana misol uchun mana campaign budget turibdi. Agar kompaniya miqyosida byudjetimizni ajratadigan bo'lsak, bunda o'sha CBO turgan bo'ladi. Endi yo'q, lifetime emas. Biz mana ad set qiladigan bo'lsak, mana bu yerda share some of your budget with other ad sets. Ya'ni bu misol uchun funksiya yonib qoladigan bo'lsa, bu funksiya yo'q edi. Agar masalan ABO ga o'tkazadigan bo'lsak, adset budget qiladigan bo'lsak, mana bu share some of your budget boshqa misol uchun adsetlarga byudjet taqsimlash degan funksiya. Agar bu yonib qoladigan bo'lsa, boshqa bu bilan agar yana adsetlar birga qo'shiladigan bo'lsa, o'shani boshqalarga ham taqsimlaydigan funksiya. Aksariyat holatlarda buni o'chirib qo'yish tavsiya qilinadi. Kompaniya bosqichida asosan shu yangilanish bo'lgan. Keyingisi. Xo'p, endi qaranglar. Bundan keyingisi, misol uchun mana ko'pchilikda instant forumni o'zini topa olmaydi, to'g'rimi? Mana bu yerga bu conversion lokatsiya, konversiya beradigan lokatsiyaga qaysi birini tanlaydigan bo'lsak, mana bu yerda instant forums yoki messenger turadi. Ikkita misol uchun konversiya lokatsiya, telefon raqam, to есть veb-sayt turadigan bo'lsa, pastda telefon raqam ham turadi, oxirida telefon qiladi. O'zi asl maqsad bizda veb-saytni ro'yxatdan o'tkazish bo'lsa ham. Nima qilish kerak? Mana bu yerga ozgina e'tibor beradigan bo'lsak, single degan joyga yagona website bor, instant form bor, messenger, Instagram, WhatsApp, calls, app kelishligi. Ya'ni masalan mana bu veb-sayt tanlaydigan bo'lsak, faqatgina o'sha veb-saytni o'ziga lokatsiya, to есть konversiya qilishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, undan tashqari, xo'p, yana nima yangilanishlar bo'lgan? Xo'p, mana bu yerda asosan audience bo'limida bo'lgan yangilanishlar, ya'ni buni bosadigan bo'lsak, ya'ni mana show more control, mana masalan O'zbekiston turibdi. O'zbekiston pastida biz masalan custom auditoriyani chiqarib yuborish yoki include qilish masalasida mana shuni bossak bo'ladi. Mana masalan mana yoshini bu yoqdan belgilasak bo'ladi. Lekin tili mana shunaqa o'zgarish bo'lgan mana. Lokatsiyani mana bu yerdan ko'rsak bo'ladi kelishligi. Hop, bu yoqda sal sinchkovroq bo'lib izlanishimiz kerak bo'ladi. Mana bu holatda turishi, mana advantage on turibdi. Endi ko'pchilik shuni manualga, ruchnoyga, ya'ni o'tkazishda qiynalyapti. Hop, mana bu yerga ham e'tibor beramiz. Suggested audience degan joy, bu tavsiya qilingan auditoriya. Hop, buni bosadigan bo'lsak, mana yana boshqa funksiyalar chiqadi. Aynan o'sha yoshi, gender, undan tashqari qiziqishlar asosida target qilish bo'yicha funksiya. Endi agar kim misol uchun deylik torroq nishada, misol uchun biznes auditoriya bor yoki bo'lmasam aynan erkaklarga yoki ayollarga degan joyda advantage onni o'chirib qo'ygan yaxshi. Agar kim masalan misol uchun mana telefon sotsa, hammaga kerak, to'g'rimi? Hammaga kerak bo'lsa advantage on yonib qolgani yaxshi. Ota-onalar advantage on yonib qolgani yaxshi. Gilam sotasiz, advantage on yonib qolgani yaxshi. Butun boshli misol uchun odamlarni, ya'ni erkaklarni ham ayollarni ham misol uchun davolaydigan klinika bilan ishlaysizmi, advantage on yonib qolgan yaxshi. Bu degani erkaklarga ham ayollarga ham ko'rsatadi, arzonroq CPL olib keladi, ya'ni arzonroq natija olib keladi degan. Endi agar siz B2B biznesga faqat biznes auditoriya ko'rsatmoqchi bo'lsangiz yoki faqat erkaklarga ko'rsatmoqchi bo'lsangiz yoki faqat ayollarga ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, bu funksiyani mana bu deylik mana nastroyka belgisi bor-ku, mana shu orqali o'chirib qo'yganimiz yaxshi. Birinchi funksiyada turgani bu arzonroq olib keladi, lekin boshqa joylarga ham ko'rsatadi. Lekin further limit reach out of your ads degani bu o'sha boshqa aynan bizga kerak bo'lgan auditoriyani tanlashga bu ruchnoy nastroyka hisoblanadi. Tanlasak, bunda o'sha ruchnoy holatga o'tadi, advantage o'chadi kelishiga. Bu yo'q, mana advantage on degani turaveradi, lekin mana bizda ruchnoy holatga o'tdi. Kelishiga qanaqa holatda ishlatishimiz kerakligi. Xo'p, endi placementni ham topishda ko'pchilik qiynalyapti. Uni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Mana show more setting, endi rus tilida emas ekan, mayli. Show more setting, mana bu knopkani bosadigan bo'lsak, edit bu kerak emas bizga funksiya, lekin mana show more ads ni, show more setting ga bitta bosadigan bo'lsak, bizda tak mana bu yerdan ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi agar siz lead formadan misol uchun lead oladigan bo'lsangiz, device degan joyda, ya'ni telefon, kompyuter degan joyda nimani o'chirib qo'ying. Desktopni o'chirib qo'ying. Chunki desktopda o'tish qiyin. Ro'yxatdan o'tish qiyin. Hop, va undan tashqari Audience Network, Threads, Messenger ularni ham kerak emas joylarga o'chirib qo'ysak bo'ladi va undan tashqari mana Placement Control degan joyda aynan qaysi placementlarda funksiya sal yashirin bo'lib qolgan. Mana shuni ham ko'rib o'tsak bo'ladi. Undan tashqari yana bitta joy bor edi, hozir ko'rsataman. Xo'sh, bir daqiqa, qaranglar. Bularni o'chirib qo'yadigan bo'lsak, faqat Instagram qoldi. To'g'ri? Qaranglar. Mana faqat Instagram o'zi qoldi, boshqa platformalarni o'chirib qo'ydik. Endi pastda allow limit span to exclude placement degani, ya'ni
Biz misol uchun mana bularni chiqarib yubordik, lekin 5% gacha byudjetimizni mana shu funksiyalarga ham, mana shu platformalarga ham sarflashga harakat qiladi. Masalan, Instagramda emasda, Audience Network'ga ham, Facebook'ga, Messenger'ga ham, boshqa joyga ham deylik nimamizni ko'rsatadi. Bu uchun buni o'chirib qo'yish kerak bo'ladi. Xo'p, undan tashqari qaranglar, yana bitta narsa qolib ketibdi bu yoqda. Toshkent, masalan, sizga faqat Toshkentdan kerak bo'ladigan bo'lsa, qaranglar. Mana Current City Only, ya'ni tikushi город, ya'ni faqat shu shaharni o'zi belgilaydigan bo'lsak, mana bu yerda ham Reach More People degan joy bor, ya'ni bu funksiya yonib qoladi, lekin o'chirib qo'yish kerak bo'ladi. Ya'ni bu degani sizga kerak bo'lishi ehtimoli bo'lgan, ya'ni boshqa Toshkentdan ham boshqa joylarga reklamangizni ko'rsatamiz degan ma'nodagi funksiya hisoblanadi. Xo'p, undan tashqari mana genderda ham xuddi shunaqa bor edi. Mana buni bossak, mana qaranglar. Gender bosganimizdan keyin mana bu joyni ham o'chirib ketish kerak bo'ladi. Ya'ni biz erkaklarni tanladik, lekin reklamamiz yoqqanimizdan keyin mana bu funksiya yonib qolganligini hisobiga bu boshqa joylarda ham reklamamizni, ya'ni ayollarga ham ko'rsatadi degani. Kelishdiga placement bo'yicha ayollar misol uchun erkaklarni ajratish bo'yicha agar ya'ni deylik sun'iy intellekt tavsiyasi, undan tashqari manual, ya'ni ruchnoy nastroyka bo'yicha bizga sozlamalarni topdik. Kelishdiga IKM placementlari misol uchun sozlamalar bo'yicha ham ma'lumotga ega bo'ldik. Endi kompaniya strukturasi bor. Xo'p, ad levelga o'tadigan bo'lsak, bizda mana bu funksiya yonib qoladi. Bu funksiya qaysi funksiya? Bu funksiya misol uchun Instagramda ko'ramiz, Reelslar bo'ladi, keyin 4 ta masalan Reels bo'ladi, to'g'rimi? Reklama, misol uchun bitta reklama, keyin pastida yana 2 ta reklama bo'ladi. Ikkita ketma-ket bo'ladi, to'g'rimi? Bitta kiradigan bo'lsak, yana bir qancha reklamalarni bitta lentada saqlab qo'ygan bo'ladi. Agar bu funksiya yonib qoladigan bo'lsa, ayni o'sha joyda biz reklamamizni ham ko'rsatadi. Aksariyat holatlarda yonib qoladi, bizda yoki bir xil payt o'chirib qo'yish tavsiya qilinadi. Agar kimga bu funksiya qiziq bo'ladigan bo'lsa, buni o'chirib yoki ishlatib, misol uchun ketsak bo'ladi. Undan keyin xo'p, mana bu yerda misol uchun mana bitta videoni tanladik deylik. Undan keyin bizga mana related media degani bu, yana bitta yangi funksiya. Ya'ni shunga aloqador bo'lgan yana boshqa videolar deydi. Mana masalan mana bu yerda ko'radigan bo'lsak, keyin mana bu yerga qaraydigan bo'lsak, o'z aslida bu videoni tanladik, lekin bizda pastda yana variantlar bor. Agar Facebook bu funksiya yonib qoladigan bo'lsa, mana hozir bu o'zi avtomatik tarzda yonib qolib turibdi, to'g'rimi? Agar yonib qoladigan bo'lsa, mana bu videolarni ham ko'rsatadi, buni emas. Facebook o'ziga yoqqanini. Kelishdiga, o'shaning uchun bu funksiyani aksariyat holatlarda 99% holatlarda o'zi har doim o'chirib qo'yishni tavsiya qilaman. Mana bu delete ni bosadigan bo'lsak, bu o'zi o'chadi. Kelishdiga, undan tashqari boshqa bu yoqda yangilanishlar yo'q. Kompaniya strukturasi bo'yicha tavsiyalarim. Ya'ni agar oldin misol uchun biz bitta misol uchun nima qiladigan bo'lsak, kompaniya qiladigan bo'lsak va uning ichida bir qancha guruhlar bo'lardi. 8 ta 10 ta, endi hozir ham kimlardir qilish mumkin, lekin hozirgi Andromeda yangi algoritm chiqqanligini hisobiga bitta misol uchun kompaniya bo'ladi. Mana masalan mana hozir lead kompaniya qildik. Bitta kompaniya, bitta guruh va deylik 3 tadan 5 tagacha kreativ bo'lishi tavsiya qilinadi. Unaqa ko'paytirib tashlash kerak emas guruhlarni. Kelishdiga, ya'ni bu soddaroq kompaniya, misol uchun broad kompaniya qilinadi, auditoriya tanlanadi va o'shanga 3 tadan 5 tagacha kreativ bilan shu struktura bo'yicha ishlash kerak bo'ladi. Oxirgi eslatma, reklamamiz agar ishlamasa, misol uchun 3 kundan 5 kungacha kutishimiz shart. Agar shunda ham ishlamaydigan bo'lsa, uni duplikat qilib yangidan yoqishimiz kerak bo'ladi. Aynan duplikat qilishdan keyin yaxshilab ketish ehtimoli yuqori bo'ladi. Byudjetga ham e'tibor beramiz. Mana shu yangilanishlar, mana shu ketma-ketlik, mana shu hozirgi eng muhim bo'lgan sozlamalar, mana shunga sinchkovlik bilan e'tibor berish talab qilinadi. Agar bitta funksiya yonib qolsa ham, lead sifatiga bu ta'sir qiladi. Buni hozir ko'rib chiqdik. Masalan, erkaklarga yoki ayollarga yoki boshqa regionlarga ko'rsatishning asl sabablari ham shu hisoblanadi. Darsni oxirigacha ko'rganingiz bilan tabriklayman va deylik bizni yangi kursimiz start olish arafasida, ya'ni starter deb nomlangan, targetni 0 dan boshlamoqchi bo'lgan yoki aynan target bo'yicha bilimlarni oshirmoqchi bo'lgan, eng so'nggi ma'lumotlar, bilimlarga ega bo'lmoqchi bo'lgan targetologlarga onlayn kursimizga tavsiya qilaman, taklif qilaman. Bu uchun quyidagi izohlardagi formani to'ldiring va mana shu forma orqali sizga o'zimiz menejerlar aloqaga chiqishadi va kursga oldindan deylik maxsus chegirma asosida qo'shilish imkoniyati bo'ladi va maxsus deylik strategik kursimizda, amaliy kursimizda yangi formatda sizlar bilan
ko'rishamiz. Omad.